Salom do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, After Effects kursi va nihoyat biz After Effects darslarini birgalikda boshlaymiz. Buning uchun bizga aynan After Effects'ni o'zini programmasi kerak bo'ladi. Meni Telegram kanalimga o'tsangiz, mana shunaqa ikkita arxiv fayl bor. Adobe After Effects degan. Bu nechta partligiga e'tibor bering. Agar ikkita part bo'ladigan bo'lsa, ishqilib hamma partini skachat qo'yishingiz kerak, ya'ni qismlarini. Demak, birinchi partiga o'tamizda bu arxivni ochib olamiz. Agar sizda RAR formatda ochadigan mana bunaqa arxiv WinRAR bo'lmaydigan bo'lsa, uni ham meni Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Hech qanchani o'ng tugmasini bosamiz va Izvlech va Adobe After Effects degan mana shu yozuvligini bosib olamiz va RAR formatimizni shunaqa qilib ochib olamiz. Mana bizda papka paydo bo'ldi. Bu papkani ichiga kiramiz. Va mana marhamat, bizda Adobe After Effects exe fayli bu programmamizni ustunovchiga, ya'ni hali kompyuterimizga ustunovka bo'lmagan varianti. Ikki marta bosib ichiga kiramiz va kompyuterimizga ustunovka qilishni boshlaymiz. Yana bir narsaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Agar sizda papkani ichida arxiv formatda ochganingizda faqat mana bu fayl o'rniga ko'p fayl bo'ladigan bo'lsa, setup degan faylingizni va ikki marta ustiga bosasiz va ustunovkani shu ko'rinishda davom ettirib ketaverasiz. U shunchaki boshqacha versiya bo'lishi mumkin. Установить knopkasini bosishdan oldin mana bu yerga Visual C++ ga tichkasini qo'yamiz va reklamasidan tichkani olib tashlaymiz va ustunovkani bosamiz. Ruskiydan tilla biza ingliz tiliga bir-birimizni yaxshi tushunishimiz uchun English Internationalga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Va agar sizda C diskingizda yetarlicha joy bo'ladigan bo'lsa, misol uchun menda hozir 66 GB, bemalol shu C disk o'ziga ustunovka qilib yuraveraman men. Agar siz boshqa diskga ustunovka qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat ustunovka qilishingiz mumkin. Hozirgi holatda esa C diskga ustunovka qilaveradi. Продолжить bosaman mana shunchaki. Va kutamiz. Mana marhamat, bizda programma установщик завершил работу dedi. Demak, bizning kompyuterimizga After Effects ustunovka bo'ldi. Endi bundan chiqib ketishimiz mumkin, bemalol chiqib ketamiz va mana buni ozgina kutib turamiz. Va ustunovka bu bo'ldi va puskga bosasiz va все программаdan, misol uchun puskdan Adobe After Effects'ni ikonkasi turadi, o'shani bundoq qilib turib отправить рабочий stol qorasiz. Va bizda mana yarligi paydo bo'ldi. Keling endi After Effects'ni o'zini ochib ko'ramiz. Bu vizlomli bo'lgani uchun mana shunaqa birinchi beti yaxshi ochilmaydi, balki keyingi vizlom versiyalarida yaxshi joyga tushib ketar. Bu ahamiyatsiz, shunchaki X bosib oling. Biz hozir qiladigan ishimiz oynalarni taxlab olishimiz kerak. Oynalarni taxlash uchun esa albatta Window bo'limiga o'tamiz va Workspace'dan biz defaultni bosib olishimiz kerak bo'ladi. Agar siz oynalarni oldin After Effects'ni o'zingiz ustunovka qilib, ozgina oynalarini pala-partish holatga keltirib qo'ygan bo'lsangiz, hech ham qo'rqinchli joyi yo'q. Windows ustiga bosasiz, Workspace'dan va Reset Default to Saved Layout ustiga bosib olsangiz, o'sha mana shu holatga qaytadi. Endi bir-birimizni tushunishimiz ancha osonroq bo'ladi. Endi biz nima qilamiz? Endigi qiladigan ishimiz oynalarni bizga kerakli oynalarni qoldirib, keraksizini o'chirib tashlash bu yerdan. Bizga kerak emas oyna, bu yerda audio oynasi, mana bu oyna, mana bu o'zi oyna, bu ustiga bossangiz mana bunaqa qilib ochiladi. Biz After Effects ishlaganimizda mana bu oyna alohida kerak emas bizga, shunchaki agar bu oynani yopib yubormoqchi bo'lsangiz yoki boshqa oynalar bilan ham shunaqa prinsipda ishlaydi. Shunchaki mana buni xohlasangiz 3 ta chizig'ini ustiga bosib Close Panel bosib olasiz yoki bo'lmasa hech qanchani o'ng tugmasini bossangiz ham xuddi shu yozuvlar chiqadi. Va Close Panel ustiga bossangiz shu oynani yopib yuborasiz. Agar bilmasdan birorta kerakli oynani yopib yuboradigan bo'lsangiz, shunchaki Windows ustiga bosib mana bu yerdan o'sha oynani chiqarib olsangiz bo'ladi. Xo'p, biz hozir audioni chiqarib yubordik. Bizga u kerak emas edi va bizga yana Properties degan mana bu oyna kerak emas. Buni ham bizga keling chiqarib yuboramiz. Close Panel, Align bizga kerak, Preview bizga kerak. Preview shunday pastga tortamizda mana shu o'rtaga kelganda qo'yib yuboramiz. Hozir hammasini bitta gruppa qilib oldik oynalarimizni. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, preview alohida gruppa bo'lib turibdi tepada. Keling biz qo'shimcha oynalarni chiqarib olamiz. Bizga bu yerda info oynasi kerak bo'ladi. Infoni keling tepaga olib qo'yamiz, tortib va infodan keyin previewdan keyin esa effects preset bo'ladi. Va align keling bizga yana qo'shimchasiga bizga kerak bo'ladi character paneli, mana o'sha oyna. Va character oynasini ochib oldik va bizga yana kerak bo'ladi paragrafni ochib oldik.
va yana bizga kerak tracker. Keling, ochib olamiz. Bu keyinchalik birga o'rganamiz tracker nimaligini. Demak, biz oynalar ochib olganmiz. Info, preview, fx preset, align, character, paragraph va tracker oynalari. Biz o'zimizga kerakli oynalarni hammasini ochib oldik. Pastga qaytadigan bo'lsangiz, xuddi Premiere Pro'ning timeline'dagi mana bu timeline bo'ladi. Va timeline Premiere Pro'da e'tibor bergan bo'lsangiz, oynani boshidan boshlanib oxirigacha edi. Bu yerda esa panellar bilan tugagan. Mana bu yerda timeline bo'lishi kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Chunki mana bu joyidan olamiz deb timeline'ni. Va pastga mana bunaqa yashil chiziq bo'lganda qo'yib yuboramiz va mana marhamat bizda timeline ekranimizni, ya'ni monitorimizni oxirigacha kelganini ko'rishimiz mumkin. Demak, buni bundoq qo'yamiz. Va keling, mana shu oynani alohida boshqa saqlanib qilib olamiz. Workspace, save as a new workspace qilaylik va buni biz nomlaymiz 16 ga 9 qilamiz. Keling, bitta oyna. Mana o'yinda 16 ga 9 bizning oynamiz. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana bu boshqa oynalar, xuddi mana bu yerda Windowsda Workspace'da turgan yozuvlar mana bu yerda ham turibdi mana. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana default, bu yerda default, review bor, learn, bu yerda ham xuddi shu oynalar kelasi bir xil narsa qisqasi. Va biz hozir 16 ga 9 turibmiz. Endi esa keyin yana oynalarga qaytmasligimiz, ya'ni shu mavzuni yana boshqatdan ochmasligimiz uchun keling 9 ga 16 formatga ham bitta oyna yasab olamiz. Buning uchun biz shu 16 ga 9 turgan holatimizni mana bu composition tortamizda, mana bu yerga yashil kelganda qo'yib yuboramiz. Va buni keling bundoq tortib qo'yamiz. Bu endi Reels, birorta Reels bilan ishlayotganingizda sizga mana shu oynalar joylashuvi kerak bo'lib qoladi. Va Windowsga o'tamiz va Workspace, Save as new workspace ustiga bosib olasiz va bu yerga 9 ga 16 qilamiz. Va keyin bosib olamiz. Mana bizga 9 ga 16 degan oyna ochib olindi. 16 ga 9 ga qaytamiz. 16 ga 9 ni mana bu yerga bosamizda, mana bu joyga olib kelib qo'yib yuboramiz. Boyagi holatga qaytarib olamizda shu bilan. Bu ham ozgina o'zimizcha praktika bo'ladi. Workspace, save change to this workspace, ya'ni shu oynalarni joylashuviniga o'zgartirish kiritishga saqlanib qilib qo'yamiz. Ya'ni saqlab olamiz. 9 ga 16 ga qaytamiz. Mana 9 16 ga qaytdik. 16 ga 9, 16 ga 9 format bo'ldi. Endi oynalar mavzusini boshqa ochmaymiz. Yangi proyekt ochishda mana bu yerda new composition shuni ustiga bosib olib, bunaqa yangi kompozitsiya ochsangiz bo'ladi. Yoki ikkinchi yo'li esa mana bu yerga ranglardan tashkil topgan ikonka, shuni ustiga bossangiz ham xuddi shu oyna kelib turib chiqaradi sizga. Yangi kompozitsiya ochib olamiz. Va bu yerda Advanced 3D degan joylariga tegmaymizda, mana basic o'zida. Bu yerda esa bizning kompozitsiyaning nomini keltirib o'tsangiz bo'ladi. Keyin biz uni nomlaymiz. Yangi proyekt bo'la qolsin nomi, kompozitsiyamiz nomi va bizda kompozitsiya preseti. Bu yerda 1920x1080 29 ta, ya'ni 30 ta FPS'li kompozitsiyamiz. Bu yerda biz razрешенияларni yozsak bo'ladi. Va agar razрешение nostandart qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda ptichkani olib tashlaysiz, bemalol nostandart razрешение qilsangiz bo'ladi. Va ptichkani qaytarib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha standartni ushlashga harakat qiladi. Va mana presetiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, preseti ham yana custom bo'lib qoldi. Keling buni orqaga qaytaramiz. Bu yerda bunga hali keyin yana qaytamiz. Bu yerda buni o'sha FPS-ni alohida keltirib o'tishingiz mumkin. Bu yerda tayyor FPS-lar bor. Masalan, 120 tali FPS da ishlashingiz mumkin yoki 50 tali. Bu o'zingizning xohishingizga qarab. Qanchalik FPS ko'p bo'lsa, o'shancha kadringiz plavniy, ya'ni o'sha silliq harakatlanadi. Bu uni resolutionini qanaqa ko'rinishi fullda turishini maslahat beraman sizga. Va Premiere Pro'dan farqli o'laroq After Effects'da siz proyekt yasayotganingizda, ya'ni kompozitsiya yasayotganingizda uni qancha vaqtdan qancha vaqtgacha davomiyligini avval boshidan berib qo'yishingiz kerak. Misol uchun bu yerda bizda proyektimiz nechanchi sekunddan boshlanishi, bu 0 turishini sizga maslahat beraman. Bu o'zi unchalik ahamiyatli joy emas, shunchaki 0 tursin. Bu yerda esa duration. Xo'p, durationda esa bizda bizning kompozitsiyamiz necha sekund davom etishi. Ya'ni bu yerda bizda nechta kadri
Bu yerda esa nechta sekund, bu yerda minut va bu yerda esa soat. O'zi After Effects'da unaqa soatli qilib hech kim proyekt ishlamagan shu paytgacha. Ja borsa 5 minut, 6 minutli proyekt bo'lishi mumkin, undan ortiq emas. Undan ortig'ini unchalik kompyuterlar ham ko'taravermaydi. Xo'p, bizda hozir 30 sekundli, keling biz 30 sekundli qilmaymiz-da, 10 sekundli bitta proyekt, ya'ni kompozitsiyasi olamiz. Bu 50 talik kadrda bo'ladi. Mana base 50 deb qo'yibdi, chunki biz frame rate'ni 50 qilib berganmiz. Ya'ni sekundiga 50 ta kadr. Bu yerda esa biz proyektimizni orqa foni qanaqa rangda bo'lishini, qora rangda turishini men sizga maslahat beraman. Shunchaki qora tursin va bo'ldi. Va okeyni bosib yuboramiz. Bizda mana Full HD bo'lgan, mana yangi proyekt nomlangan kompozitsiya yasaldi. Bir narsani esdan chiqarmang, kompozitsiya bu proyekt emas. Premiere Pro'da avval proyekt yasab olib, keyin u ustida ishlaydigan bo'lsak, bu yerda birinchi kompozitsiya yasab olib, keyin proyektni saqlanib qolamiz. Hozir nima haqida gap ketayotganini tushuntiraman. Bu yerda hozir bizda proyektimiz nomlanmagan, untitled, ya'ni proyektimiz nomlanmagan proyekt deb turibdi. Ya'ni biz bu proyektni hozir hech qayerga saqlanib, ya'ni saqlamaganmiz. Hozir agar svet o'chib qoladigan bo'lsa yoki biror muammo bo'lib qoladigan bo'lsa kompyuterimizda, bu proyektimiz hozir saqlanib qilinmagan, ya'ni saqlanmagan. Bu albatta xavfli. Biz birinchi After Effects'da kompozitsiyasi olganimizdan keyin u proyektni alohida proyekt qilib kompyuterimizga saqlab olishimiz kerak, qisqasi. Shuni esdan chiqarmang. Buning uchun biz fayl ustiga bosamiz, shunchaki save ni bossak ham bo'ladi. Bu bizga hozir qayerga saqlanib qilaylik deb so'raydi. Keyin biz рабочий stolga shunchaki xuddi shu nom bilan saqlanib qo'yamiz, ya'ni saqlab qo'yamiz. Saqlanib qildik va keyin save qilib turamiz va mana marhamat, bizda o'sha proyektimiz saqlangan holatda turibdi. After Effects'da birinchi kompozitsiyasi olinadi va u proyekt tarzida saqlanib qilinadi, ya'ni saqlanadi. Premiere Pro'da bo'ladigan bo'lsa, birinchi proyekt yasaladi va proyektning ichiga timeline quriladi. Bu Premiere Pro bilan After Effects'ni boshlang'ich ko'rinadigan bir-biridan farqi desak ham bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, After Effects'da bizda hamma proyektimizda ichidagi narsalar mana shu yerga joylashadi, ya'ni proyekt oynasini ichida. Effects Control, ya'ni proyektimizda o'sha bitta turgan narsalarimiz, ya'ni timeline turgan narsalarimiz effektlari bilan shu yerda shug'ullanamiz va bizga kerak bo'lgan boshqa o'yinlar esa bu yerda. Esingizda bo'lsa, Premiere Pro'dagi timelineimiz mana shu yerda joylashgandi. Bu yerda ham xuddi shunday timeline'imiz bor va timeline'imizda mana bu yurgich ko'rsatadigan narsa esa mana bu qora boyaga saqlanib qilib chiqargan kompozitsiyamizni ichida joylashgan bo'ladi. Ya'ni har xil detallar, har xil effektlar va hokazo. Bugungi darsimizni tugatsak ham bo'ladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalimga podpisatsiya bo'ling. Videoning tagiga birorta izoh qoldiradigan bo'lsangiz, albatta xursand bo'laman. Keyingi darslargacha ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.